Kapalak umri. Muallif Feruza Salxodjayeva. Ikkinchi qism. Dasturxon ham oddiy edi. Sovchi kutayotgan ayol ham. Turmush o'rtog'im yaxshi odam edilar. Hayotlik chog'ida hech qiyinchilik ko'rmadim. 3 ta qiz bilan tashlab ketdilar. O'shanda endi nima qilaman? Bu qizlarni qanday katta qilaman deb kechalari ko'zimdan uyqu qochib ketardi. Xudoga shukr, birovdan oldin, birovdan keyin yuribmiz. Ayol samimiy edi. Gaplari ham, nigohlari ham. Qizingizni ko'rsam degandim. Ayolning gapini bo'ldi e'tibor, bepisandlik bilan. Ha, albatta. Eshikdan oddiy uzun ko'ylak kiygan, o'rtadan baland bo'ylik, oppoq yuzida qosh ko'zlari porlab turgan, satrlangan go'zal bir qiz kirib keldi. Qizning rangi o'chib turardi. E'tibor ko'rishayotib qizning hayajondan qaltirab turganini sezdi. Ajab, shu holat ham uning o'zini yanada balandroq olishga undadi. To'y qilishga tayyormisiz? U atrofga kibrli nigoh tashladi. Yetsa molim, yetmasa jonim opa. Tengi chiqsa uzataman. Singillari ham yetilib turibdi. E'tibor o'g'lining yoqdimi degan savoliga istar-istamas yo'q deb javob berdi. Eldor borguncha boshqa savol bermadi. Bu ish onasi bilan bitmaydi. Yaxshisi otasi bilan gaplashadi. Ammo otasiga aytishga ulgurmay, boshqa ishlar boshlanib ketdi. Ota-bolalar anchadan buyon O'zbekistonda ishlab chiqariladigan ayollar libosini sotadilar. Shu sex birdan narxlarini oshirib yubordi. Yorqin o'g'illariga maslahat solib, tikuv sexi ochishga kelishib oldilar. Ishni ozgina dastmoya bilan viloyatda ochadigan bo'ldilar. Viloyatlarda Toshkentga nisbatan ishchi kuchi arzonroq. Ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish uchun Toshkent viloyatining chekka qishlog'i tanlandi. Ijaraga arzongina uy ham topildi. Sa'dulla oilasi bilan ko'chib ketadigan. Eldor uylanadigan bo'ldi. Eldor tanlagan qiz yoqmaganligini aytgan E'tiborga yorqin yakuniy so'zini aytdi. Senga baribir hech kim yoqmaydi. Yashaydigan o'g'ling. Borib gaplashib kel. Bo'lmasa o'zim boray. E'tibor yana sovchilikka bordi. Ammo bu safar qiz Eldorga turmushga chiqmasligini ma'lum qildi. Sababi bitta edi. Yigitning namozi yo'q ekan. Qiz benamozga tegmasmish. E'tiborning jahli chiqib keldi. Senga kim qo'yibdi er tanlashni? Shu ahvolingga er chiqqaniga rozi bo'lib tegib ketaver. Eldor o'zgarib qoldi. Qizni 1-2 marta do'konda ko'rgan. O'shanda ham ko'ziga boqmagandi. U qizning o'zi bilan bir gaplashib ko'rishni niyat qildi. Eldor do'konga kirib borganida qiz liboslarini ko'rgazmaga elayotgandi. Bitta ko'ylakni balandga osmoqchi bo'lar, qo'lidagi uzun tayoqni u yo bu yoqqa surardi. Menga bering, dedi Eldor. Keyin javobini kutmay tayoqni qo'lidan olib, ko'ylakni osongina joylab qo'ydi. Assalomu alaykum. Yerga qarab salom berdi qiz. Sovchilarimni qaytaribsiz Mumtoz? Qiz indamadi. Yigit shoshib gapirdi. Men namozga tushdim. Muborak bo'lsin. Suhbat tugadi. Eldor chiqib ketishi lozimligini tushundi. E'tibor ko'ngliga o'tirmagan joyga qayta borayotganidan jahli chiqardi. O'g'li ham qayoqdagi shu qizga yopishib oldi. Shu safar sovchilikka borganida ichidagini sirtiga chiqarib yubordi. O'zimga qolsa, boshqa boradigan joylarim, ko'z ostimga olgan qizlarim bor edi. O'g'lim qo'ymayapti. Qizim istixora qilibdi opa, biz rozimiz. Juda qiziq ekan bu ona bola. Katta qudasi boshidanoq izzat hurmatini o'rniga qo'ygandi. Katta dargoh. U kutib olishlar, u dasturxonlar, u sovg'a salomlar. Bunisidan orzu-havas umid qilmasa ham bo'ladi. Yo'q, adashgan ekan.
Qudasi Mavluda opa qizini hech kimdan kam qilmay uzatdi. Charlar kuni qudasi g'alati gaplarni gapirdi. Mumtoz qizim, Qur'oning seping bo'lsin, odobing boyliging, namozing hayoting mazmuni bo'lsin, kuyovim boshingdagi tojing bo'lsin, nafsing sabrli, tiling zikrli, diling shukrli bo'lsin. E'tiborning ensasi katta. Shuni hammaning oldida aytish shartmi? To'ydan keyin Dilbar bir hafta ovsinining yonida bo'ldi. Ikkalasining gapi bir zum to'xtamas, bir-biridan ajralmas edilar. Yangi kelin namoz vaqti bo'lsa, hamma ishni tashlab ibodatga kirib ketar. Qaynonasiga ortiqcha gapirmas. Dilbar bilan o'ta yaqin, uning chaqalog'iga ham e'tiborli edi. Bir hafta ichida katta kelinning ham namoz o'qiyotganini ko'rgan E'tiborning fig'oni falakka chiqdi. "Menga qarang", dedi u Mumtozga. "Mana bu ro'dapolaringiz jonimga tegdi. Kelin degan yasanib yuradi. Bu nimasi? Keyin 5 vaqt namozni bahona qilib uyga kirib ketishni yig'ishtiring. Hali qariganingizda o'qisangiz ham bo'ladi. Odamning qalbi toza bo'lsin." Keyin katta keliniga yuzlandi. "Siz ham bolangizni big'illatib namoz o'qib, ertaga bolam osh-ovqatsiz qolib ketmasin." Kelinlar indamaydilar. Sa'dulla Dilbar bilan qizalog'ini olib ketgani keladi. "Menga qara, ertaga seni xotining ham ro'dapaga o'ranib olmasin. Yomon ko'rganing boshingga keladi. Ko'ryapmiz, ro'mol o'rab nimalar qilib yurishganini." Sa'dulla indamasa-da, Eldorning sabri tugaydi. "Oyi, ko'zingiz bilan ko'rmagan narsani gapirmang. Nima keragi bor muslimalarga tuhmat qilib? Ana, xotiniga qul bo'ldi bu. Ona kerak emas bunga." E'tiborning chakagi ochildi. Dilbar og'zini mahkam quchoqlab xayrlashdi. U chekka joy bo'lsa ham qaynonasiz yashayotgan hayotidan mamnun edi. Endi Mumtozga yana ham qiyin bo'ldi. Eldor onasining gaplaridan uyalayotganini xotinidan yashirmas. Ammo xotini, "Begim, ular bizni onamiz. Bizni u kishini muhokama qilishga haqqimiz yo'q", deb og'zini yopardi. O'zi esa imkon qadar xato qilmaslikka harakat qilar, gap qaytarmasdi. E'tibor katta qudasida e'tibor ko'rib o'rganganigami, bu kelinda hech qanday chorlovlar ko'rmaganigami, o'z-o'zidan jahli chiqar. Kelinning hech bir harakati, birorta gapi yoqmasdi. Turmush o'rtog'i bilan ham ko'p urushib qolardi. Ishlab chiqarish sexi bozordan ko'ra ko'proq foyda keltira boshlagach, yorqin ishni kengaytirish uchun katta o'g'lining yoniga ketdi. Do'konda faqat Eldor qolgan edi. U ham erta ketib kechkilar jon berib ishlardi. Uyda bittagina bekorchi bor. U ham bo'lsa E'tibor. Odam bekorchi bo'lganidan keyin ayniqsa qalbi yopiq bo'lsa, yovuzlashib ketar ekan. O'zining vazifasi kelinni tergash deb o'ylardi. Mumtoz namozga kirib ketsa, televizorning balandlatib qo'yar yoki ovozining boricha "Kelin" deb baqirar. Nazarida kelini namozini tashlab yugurib chiqishi kerak edi. Kelini Qur'on o'qisa, baland ovozda musiqa qo'yar yoki eshigini ochib yopib, u yoqdan bu yoqqa o'tardi. Bismillah bilan tayyorlagan taomlarini bitta tatib ko'rib, aftini burishtirar. O'g'li kelsa, och ekanligini bildirar. Eldor faqat onasi uchun biror yemakxonadan ovqat buyurtma qilishga majbur bo'lardi. Bomdoddan so'ng hamma yumushini bitirgan Mumtoz baland ovozda Qur'on tilovat qilar ekan, ichkari uydan qaynonasi chiqib keldi. E'tibor bermay ko'zini mittagina kitobidan uzmay tilovat qilaverdi. Ikki qo'li bilan quloqlarini mahkam berkitib olgan E'tiborxon baqirishga tushdi. "Hoy, menga qarang. O'chiring ovozingizni. Sizning dastingizdan uyqu ham harom bo'ldi." Kelini ovozini pastlatdi. Bu qaynonasini qanoatlantirmadi. Boshida turaverdi. Oxiri kitobchani yopib, uni javonning eng baland tokchasiga joyladi. So'ng o'rnidan turib salom berdi. Ayol alik olishni ham bilmay, yo'qsiz yuzini o'girib ketdi.
Mumtoz xafa bo'lmaydi. Nimadan ham xafa bo'lsin? Qalblar Allohning qo'lida bo'lsa, o'zi hidoyatga boshlasin. Duodan boshqa qo'lidan nima ham kelardi? So'ng o'zi sevgan hadisni pichirlab aytadi. Kishi islomining go'zal bo'lishi o'zi uchun behuda narsalarni tark qilishidadir. Ha, E'tiborxon bekorchi edi. Shuning uchun ham o'ziga kelinning qadamini taftish qilish vazifasini yuklab olgandi. Keyingi paytlarda yangi qiliq chiqargandi. O'zini yolg'ondan kasalga soladi. Ayniqsa o'g'li kelsa. Eldor onasining oyoq qo'lini uqalab o'tirar ekan, xotini haqidagi ta'na dashnomni ham tinglab o'tirishga majbur bo'ladi. Peshonang qursin. Mana shu noshudga uylanding. Epsiz, suxtasi sovuq. Bir og'iz shirin gap yo'q buni. Buni onasiga ham keragi yo'q. Qizim o'likmi, tirikmi ham demaydi. Allohga topshirdim emish. Gap ham soxta, o'zi ham soxta. Eldor jondan aziz ayoli mahrami haqidagi bo'xtonlarga chidashga majbur. Ammo keyingi paytda uning ham sabr kosasi to'lib bormoqda edi. Keyingi paytlarda akasiga havas qila boshlagan, uning ham shu uydan bosh olib ketgisi kelardi. Kun bo'yi biror ish qilmaganidan keyin charchamagan E'tibor kechasi o'g'lining yotog'idan eshitilayotgan ovozga quloq sola boshladi. Bu yumshoq h, u qorindan chiqadi. Bu kelinining ovozi edi. O'g'li talaffuz qila olmay qiynalar, kelini erinmay tushuntirardi. Bu o'g'limga dars o'tyaptimi? Hamma janjal ertalab boshlandi. Menga qarang, siz o'g'limni boshini qotirmang. Bitta uyga bitta otinoy yetadi. O'rningizni biling. Tushundingizmi? Mumtoz boshini egib turar, na xo'p, na yo'q deya olardi. Oxirgi paytlarda E'tibor yangi hunar o'ylab topdi. O'tirgan joyiga kelini tog'ora to'la iliqdan issiqroq suv keltirar. Malika oyog'ini suvga solib o'tirar. Keliniga oyoq tirnoqlari o'sgan bo'lsa oldirar. Keyin momiq sochiqqa oyog'ini archishni buyurardi. Mumtoz uning bu talablarini jon deb bajarar. Ovqat to'la kosasini to'qillatib oldiga qo'yib, "Buni o'zingiz iching" desa ham chidar. Ish qilsa, ortidan kamchilik izlab topsa, bartaraf qilishga intilardi. Ibodatlariga, tilovatlariga ruxsat tegsa bo'lgani. E'tibor esa aynan uning e'tiqodidan jazavaga tushardi. Yorqin ham, katta o'g'li ham qochib qutuldi. Qiyin-qiyin kichik o'g'il bilan kelinga bo'ldi. Mumtoz Dilbarga nisbatan chayir ekan. Brushatka deysizmi, kafel deysizmi, deraza oynasi deysizmi, bari yaraqlab turar, ish qilib charchamas edi. Habiba singlim chaqiriq qilyapti. Birdan 6 ta kelinni challar ekan. Shanba kuni rodapolaringizni kiymassiz? Mumtoz birinchi marta jur'at qilib gapirdi. Nima kiyay oyijon? Hammaning kelini yal-yal yonib borsa, meni kelinim aziga borgandek boradimi? Xavotir olmang, yuzingizni yerga qaratmayman oyijon. O'sha kuni unnim pushti bahoriy ko'ylagini kiydi. Moslab ro'mol o'radi. Mumtoz chindan ham qaynonasini uyaltirmadi. Aksincha, hammaning unga havas keldi. Chaqqon, farosatli, nihoyatda go'zal edi u. Yo'q, baribir norozi edi E'tibor. Shu kunlarda shodimon yurgan o'g'li ertalab onasidan Mumtozni shifokorga olib borishga ruxsat so'radi. Oyijon, inshaalloh xushxabar bilan qaytamiz. Ha, shunday ham bo'ldi. E'tibor yana bitta nevaralik bo'lishini eshitib, chiroyi ochilgandek bo'ldi. Ammo keliniga munosabati zarracha o'zgarmadi. Oyijon, dedi bir kun Mumtoz. O'g'lingiz umra safariga chipta olsa, muborak shaharlarni ko'rib kelasizmi? Adajon bilan. Sekin so'radi u. Makkaga gunoh qilganlar boradi. Meni gunohim yo'q, Xudoga shukr. Ro'mol o'ramasam ham qalbim toza. Shayton naqadar usta. U insonlarni osongina aldab qo'yadi.
Mumtoz o'ta sabrli edi. Garchi homiladorligi qiyin kechayotgan bo'lsa-da, sezdirmaslikka harakat qilar, ammo nima yesa qayt qilardi. Tinimsiz mehnat, charchoq, holsizlik uning tinkamadorini quritdi. Bomdodni o'qib hovliga tushdi. Uzoq qayt qildi. Orqasidan Eldor bir piyola suv ko'tarib keldi. Icha qol, ko'ngling ochiladi. Qiynalib ketding-a, Mumtozim? Alhamdulillah, endi yaxshiman. Bizni ham onalarimiz shunday qiyinchiliklar bilan dunyoga keltirganlar. O'tib ketadi inshaalloh. Eldor ayolini avaylab bag'riga bosdi. Hech narsa yemay qo'yding. Ayt, ko'ngling nima tusayapti? Hech narsa yegim yo'q, begim. Dilbar opamni ko'rgim kelyapti. Asalxonni ham sog'indim. Ayni asr vaqtida eshikdan qizini ko'tarib Dilbar kirib keldi. E'tiborning yuzi burishib ketdi. Katta kelini ham satrlangandi. E'tibor quchoq ochib ko'rishmoqchi bo'lgan keliniga yuzini burdi. Ovsinlar ancha vaqt bir-birini qo'yib yubormadilar. Siz yoting, dam oling. Men bir haftaga keldim. Ba'zida bu holatda odam o'zi pishirgan ovqatni yeyolmay qoladi. Qozonni o'zimga topshiring, dedi. E'tibor nevarasini o'ynatmoqchi edi, yig'layverdi. Hay kelin, buni menga qarshi qayrab qo'ydingizmi? O'zi shunaqa injiq bo'lib qolgan oyijon, hammaga shunaqa qilyapti. Javob beradi chuchvaraga xamir qorar ekan Dilbar. Chindan ham Dilbar kelin mumtoz ovqat yedi. Qayt qilmay qo'ydi. Bir haftada o'ziga kelib qoldi. Ovsinlarning suhbati tugamasdi. Dilbarning qalbi ochilgan, Mumtozga ehtiyoj sezardi. Mumtoz hozirgi ahvolida Dilbarning mehri, e'tiboriga zor edi. Katta kelin ovsinining og'ziga yoqqan taomlarni hozirlab, ishlarga ko'maklashdi. Keyin ketdi. Ortidan yaxshilik qoldi. Ovsini bir umr eslashiga yetadigan xotira qoldi. Yorqin kelib ketib yurar. Sadulla ham majburiyat yuzasidan 2-3 oyda bir ko'rinar. Faqat Dilbar 15-20 kunda bir kelib ovsiniga ko'maklashib ketar. Ikki qalb bir-biridan suv ichardi. Mumtoz farzandini og'ir ko'tardi. Ko'p kasal bo'lar. E'tibor shifokorga ko'rinishga ruxsat bermas. Eldor onasidan yashirincha olib borsa janjal bo'lardi. Mumtoz, yangi oy chiqibdi, dedi Eldor bahorning iliq tunlaridan birida. Yur tashqariga chiqamiz. Juda ham chiroyli. Voy, qandoq yaxshi. U charchagandanmi? O'rnidan zo'rg'a turdi. Qo'l ushlashib tashqariga chiqdilar. Osmon hozircha tiniq. Uning bir chetida 3 kunlik oy yer yuzini to'lin oydek yoritmoqchi bo'lib harakat qilar, ammo kuchi yetmaganidan biroz xafadek chimirilib turardi. Begim, oy juda ham chiroyli-ga. Ha, chiroyli. Ammo dunyoda oydan ham chiroyli, oydan ham nurli bir qiz bor. Undan taralgan nur qalbim tubini yoritadi, o'zligimni tanitadi. Taniysanmi shu qizni? Kuldi Eldor. Oy yorug'ida yuzlari yorishib ketdi juvonning. Menda o'sha jilmayishga urindi Mumtoz. Yigitning azamat yelkasiga bosh qo'yar ekan. Begim, Mumtoz mahal haqida eshitgansiz-a? U o'limi oldidan eriga nima iltimos qilganini bilasiz-a? Toj Mahalni aytyapsanmi? Buni hamma biladi-ku. Ha, turmush o'rtog'i uning sharafiga Toj Mahalni qurdirgan. Kelinchak biroz tin oldi. So'ng ohista davom etdi. Agar men bu dunyodan o'tsam, ortimdan har Ramazon oyida Qur'on xatm qilishga so'z bering. Mumtoz Mahal Shohjahondan uylanmaslikni so'ragan ekan. Men aksincha uylanishingizni istayman. Ammo ortimdan 5 mahal namozingizda duo qilishingizni, har yili Ramazonda men uchun xatmi Qur'on qilishingizni so'rayman. Uning so'zlari vasiyatga o'xshab ketdi. Nimalar deyapsan? Yaxshi niyat qil.
Biz uzoq yil birga yashaymiz. Bolalarimiz ko'p bo'ladi hali. Ularni uylantiramiz, qizlarni uzatamiz. Keyin ikkimiz tugun ko'tarib, hali unisinikiga, hali bunisinikiga mehmonga boramiz. Ayol jilmayadi. Eldor ayolning yelkasiga yengil ko'rpa tashlaydi. Yelkasidan quchadi. 2 yosh ancha paytgacha oy yorug'ida oydin orzular og'ushida o'tiradilar. Ammo Eldorning ko'ngli mahzun tortadi. Oradan 2 kun o'tib Dilbar keladi. Ovsinining oy kuni yaqin. Uni og'ir ishlardan ozod qilmoqqa tirishadi. Bundan E'tiborning jazavasi tutadi. Oilaviy poliklinika hamshirasi keladi. Opoqa, keliningizning analizlari yaxshi chiqmayapti. Yotib davolanishi lozim. Qon aylanishi ham yaxshi emas. Bu ona uchun ham, bola uchun ham xavfli. E'tibor kelinlarga eshittirib gapiradi. Hech qayoqqa bormaydi. Onasi yaxshi qarashi, vaqtida yaxshi yedirib ichirishi kerak edi. Biz ham tuqqanmiz. Xudo saqlasin. Dilbar ortaga tushadi. Dakki eshitib oladi. Eldor gapirmoqchi bo'lsa, xotinquli nomi bilan siylanadi. Ishdan qaytgan Eldor xotiniga, "Mumtoz, ertaga oyim uyg'onmasdan seni olib qochib ketaman. Shifokorga olib boraman" dedi. "Begim, ota-ona farzandini oq qilishi shart emas. Dil og'risa hisob. Qo'ying, oxiratingizni kuydirmang. Qachon ruxsat bersalar, shunda boramiz. Mumtoz, ertaga senga bir narsa bo'lsa, menga yashashning qizig'i qolmaydi. Peshona taqdirdan qochib bo'lmaydi begim." Mumtozning dardi boshlandi. Dilbar tug'ishgan opadagi yordamga shay. U Toshkentga qaytayotgan kuni bozorga kirib tug'ruqxona xaltasini tayyorlagandi. O'sha kuni Sadulla ham yetib keldi. Ovsinini olib, qaynonasining oldiga kirdilar. Dard bilan olishayotgan Mumtoz qaynonasining oldiga borib, qo'llaridan tutdi. Labiga bosdi. "Oyijon, duo qiling." E'tibor kelin ko'rganidan beri ilk bor duo qildi. "Eson-omon bag'ringizga bosib oling." "Mendan rozi bo'ling, oyijon. Sizdan roziman." Mumtozning so'nggi gaplari E'tibordek ayolni ham titratib yuborgandi. Darvoqe, kelinning qo'llari muzdek edi. E'tiborning ko'ngli g'ashlana boshladi. Bolalari bir og'iz yuring demadilar-a. Ishqilib, kelini eson-omongina qutulsin. U nima qilishini bilmas. Hovlida u yoqdan bu yoqqa yurar, Allohga yolvorardi. Keyin bir narsa esiga tushgandek qo'liga qumg'onni oldi. Mumtozni esladi. "Oyijon, qumg'onga iliq suv hozirladim. Tahorat olasizmi?" Keyin Mumtoz sovg'a qilgan, hali biror marta kiyib ko'rmagan uzun ko'ylagini kiydi. "Oyijon, birga namoz o'qiymizmi?" Boshiga ro'mol o'radi. "Oyijon, sizga ro'mol juda ham yarashadi. Shuni o'rab ko'ring." O'shanda yuzini teskari burgandi. Ko'ylak qulay, yoqimli, ro'mol mayin edi. "Hayit ayyomingiz muborak bo'lsin oyijon. Bu joy namozda mazza qilib namoz o'qing. O'g'lingiz siz uchun sotib olibdilar." E'tibor joy namozni yozdi. O'tirdi, turdi, nima o'qishni bilmadi. 45 yoshga kirgan ayolning peshonasi sajda ko'rmagan edi. Namoz o'qishni bilmas edi. U o'z-o'zidan cho'k tushib yig'lay boshladi. Ko'z yoshlari to'xtamas. Hozir uyda qanday yolg'iz qolgan bo'lsa, qabrda ham shunday tanho qolishini o'ylab yig'lardi. Birozdan so'ng o'rnidan turdi. Negadir yuragi g'ash edi. Telefonini olib Eldorga qildi. Javob yo'q. Sadullaga qildi. O'chirib qo'ydi. Dilbarning raqamini terdi. U tomondan yig'i ovozi keldi. "Oyijon, Mumtozdan ayrilib qoldik. Onani ham, bolani ham asrab qolish olmadi." Qolgan gapni eshitmadi. "Bolam, Mumtoz."
Qizalog'im, meni qo'rqitma. Uylarimning farishtasi. Qayt, qayt bolam. Men gunohkorni kechir. Allohim, meni kechir. Haftaning juma kuni ko'hna qabristonda ikkita go'r qazildi. Mumtoz o'g'li bilan yonma-yon qo'yildi. Eldor hech kimdan uyalmay o'kirab yig'ladi. Marhumaning 7si o'tgach, E'tibor jur'at qilib o'g'lining oldiga bordi. Aybdorlik hissi yelkasini egib qo'ygan, ona qaddini ko'tara olmay o'tirgan o'g'lining boshini silamoqqa jur'at etdi. Voy ajab! Eldorning qop-qora sochlari qordek oppoq edi. Ayolning uzilgan qo'llari havoda qoldi. Mumtoz bilan uylarining fayzi ketdi. Itoatkor Dilbarning qiyofasidan qo'rquvlik edi. U o'zining iymondoshidan, dindoshidan, qalbini ochgan qadrdonidan ayrilib qolganiga chidolmas edi. Sadulla ukasining yonidan bir zum jilmas, har kech yo'qolib qolgan jigarini qo'shmozordan topib kelardi. Soqollari o'sib ketgan yigit bitta uyga qamalib olar, eshikni ichidan tambalab olgancha o'tiraverar, faqat namoz vaqti kirganda ibodatlarini ado etardi. U Mumtozning iltimosini bajarar, har namozdan so'ng sevimli rafiqasiga Qur'on tilovat qilardi. E'tibor namoz o'qib bo'lgach, ikki yoniga salom berib, duoga qo'l ochdi. "Oyijon" degan ovoz keldi ortidan. Beixtiyor o'girildi ayol. "Siz iymon tavfiq topishingiz uchun birovning guldek qizi nobud bo'lishi kerakmidi?" Keyin savolining javobini eshitmay tashqariga chiqib ketdi Dilbar. To'lib, to'kilib yig'ladi. "Jannatda menga qo'shni bo'lasizmi, opajon?" Qani edi Mumtoz, shunday bo'lsa. Eldor va'dasida turdi. Qur'on o'qishni astoydil o'rgana boshladi. Ramazon kirdi. Eldor hamma ishni tashlab, toat ibodatga o'tib ketdi. Muk tushib, hijjalab Qur'on o'qiydi. Olamni unutib qo'ydi. Jiddu jahd bilan harakat qiladi. Sadulla bilan Dilbar Toshkentga qaytishni xayoliga ham keltirmas. Yorqinning ishlari yurishib ketgan. Onda sonda bir poytaxtga kelib ketar. E'tibor butunlay yolg'iz qolgandi. Shundagina o'tgan umriga ortiga nazar tashlay boshladi. Pushaymonlik yemirayotgan qalbini odamlarga ko'rsatmaslikka harakat qilar. Hammadan ko'p Mumtozning onasidan qo'rqadi. Omonatga bergan farzandini asrab qololmaganidan o'kinchga o'xshagan nimadir qalbini kemirib o'tadi. Endi tushgacha uxlashlar yo'q. Saharlik tayyorlaydi. O'g'li bilan choy ichgan bo'ladilar. Eldor tayinlik hech narsa yemaydi. Uyga kirib ketadi. Bomdod kirishi bilan joy namozga o'tiradi. Tong yorishganda turadi. Hozir ham uy zinasi ostiga pustak tashlab o'tirib olgancha xayol surarkan, darvoza ochilib, qora ko'ylak, qora nimcha kiyib, moshrang ro'mol o'ragan ayol kirib keldi. O'rnidan turib, qoshiga borgandagina tanidi. Qudasi, Mumtozning onasi. Shunchalik ozib ketdimi? Ayol salom berdi. E'tibor so'rashmoqqa haddi sig'may, bosh egib o'tirardi. "E'tibor opa, bugun saharda tush ko'rdim. Mumtozni ko'rdim. Oyijonga ayting, o'zini ko'p qiynamasin. Hammasi Allohning irodasi. Men jannatda yuribman. Faqat begimni kutyapman", dedi. "Shu omonat gapni sizga yetkazay deb keldim." U yog'iga gapira olmadi. O'tirib yig'layverdi. Qudasi ketdi. Bu xabar E'tiborni zarra yupatmadi. Aksincha, ko'ngliga buyuk bir armonni o'rnashtirib ketdi. Ramazonning so'nggi kuni Eldor xatmi Qur'onni yakunladi. Uni va'da qilganidek, bu foniy dunyodagi birinchi va so'nggi mahbubasiga bag'ishladi. Haqqiga uzoq duo qildi. Keyin ko'zi ilinibdi. Tushmidi, o'ngmidi eslolmadi.
Begim, uyingizda bir oy mehmon bo'ldim. Rozi bo'ling. Endi men sizni kutaman. Kelasizmi? Keyin oppoq ko'ylagini silkitib, ko'zdan yo'qoldi. Mumtoz, Mumtoz. Eldor ancha vaqtgacha o'ziga kela olmadi. Yillarni quvib o'tdi. Qancha suvlar oqib o'tdi. Eldor ham uylandi. Yoshi o'tib qolgan qiz bor ekan, onasi topdi. Bu qiz emas, ayol qiyofasidagi shaytonning o'zi edi. E'tibordek ayolni ham unga kuchi yetmadi. 3 ta o'g'ilni ketma-ket tuqqan ayol endi mahkam o'rnashib olgach, E'tiborga bir kosa ovqat minnat bilan beriladigan, har bir gapida chaqib olib rohatlanadigan bo'ldi. E'tiborga o'ziga teng, o'ziga munosib raqiba keldi. Eng katta zarbani esa yorqin bergandi. Ma'lum bo'lishicha, turmush o'rtog'i ancha yillar oldin uylanib olgan. Ikkinchi ro'zg'oridan farzandlari ham bor ekan. Bundan barchaning xabari bo'lgan. Eng so'nggi bo'lib xabarni E'tiborga Kaniza, Eldorning xotini mamnuniyat bilan yetkazdi. Qishning qahratonidan sovuq edi bu xabar. E'tibor hamma narsani boy bergandi. Endi uni oldinda qorli qirovli kunlar kutib borardi. Zolim kimsalar yaqinda qanday oqibatga qarab ketayotganlarini bilib olurlar. Shuaro surasi 227-oyat. Tamom. Tinglaganingiz uchun rahmat.